Surxon vohasi o'zining iqtisodiy imkoniyatlari bilan mamlakat taraqqiyotida o'ziga xos o'rin egallagan hudud. Unda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar har bir tumanni individual salohiyati asosida rivojlanishga xizmat qilmoqda. Shu jumladan Angor tumani ham yangi industrial loyihalar, zamonaviy ishlab chiqarish obyektlari va mahalliy tashabbuslar bilan iqtisodiy rivojlanish sari dadil qadam tashlamoqda. 2025-yilning 1-aprel holatiga ko'ra tumanda jami 1113 ta tijorat korxona va tashkilotlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, shundan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar soni 644 ta, xususiy korxonalar 237 ta, oilaviy korxonalar 238 ta va boshqa tijorat korxonalari esa 12 tani tashkil qilmoqda. Tumanning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari so'nggi 2 yilda keskin o'sgan bo'lib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 640,9 milliard so'mni tashkil qilgan bo'lsa, kapital qo'yilmalar 506,7 milliard so'mni tashkil qilgan va mana shunday xususiy tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlanishi natijasida joriy yilda jami 27653 ta vaqtincha mavsumiy va doimiy ishchi o'rinlari yaratilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Angor tumani iqtisodiyotida barqaror o'sish kuzatilmoqda. Ayniqsa sanoat yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar tumandagi ishlab chiqarish salohiyatini bir necha barobar oshiryapti. 2025-yilda qiymati 11 million dollarlik 254 ta ish o'riniga ega sanoat loyihalari ishga tushirish rejalashtirib olingan. Bugungi kungacha 4 ta loyihamiz ishga tushdi sanoat loyihalarimizdan. Yil yakunigacha yana qo'shimcha 7 ta loyihamiz ishga tushishi rejalashtirilgan. Bu loyihalarni amalga oshirish natijasida tumandan eksport ko'rsatkichlari ham oshib boryapti. Eksport yillik rejamiz 38 million dollar bo'lsa, bugungi kunga kelib qariyb teng yarmidan ko'p rejamiz amalga oshirildi. Bu sanoat loyihalarimizni, qishloq xo'jaligida bo'layotgan rivojlanishlarni anglatib turadi. Bugun sanoat infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalar joriy etish va mahalliy resurslarni qayta ishlashga qaratilgan loyihalar tufayli tuman iqtisodiy landshafti butunlay yangilanmoqda. Bo'sh turgan maydonlar o'zlashtirilib, zamonaviy sanoat klasterlari, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish korxonalari bunyod etilyapti va bunday yirik loyihalar tumanni viloyatning iqtisodiy o'sish nuqtalaridan biriga aylantirmoqda. Bu esa jahon standartlariga mos, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Yana bir gap, ishlab chiqarish salohiyatining o'sishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi tabiiyki iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Bu jarayonda esa davlat siyosati, xususiy tashabbus va investitsiya muhiti o'rtasida muvozanatli va samarali hamkorlik shakllanadi. Xuddi mana shu men turgan joy bundan ko'p emas 3 yil avval foydalanilmaydigan yer edi. Davlatimiz rahbari Surxondaryoga tashrifi chog'ida bergan taklif va topshiriqlari asosida qiymati 23,2 million dollar bo'lgan loyiha amalga oshirildi va mana shunday yirik korxona barpo etildi. Tumandagi 4 gektar maydonda barpo etilgan charxni qayta ishlash klasteri tuman iqtisodiyotidagi eng yirik investitsion loyihalardan biri hisoblanadi. Korxonada yiliga o'rtacha 1 million dona teri xomashyosini qayta ishlash quvvati mavjud. Bu nafaqat hudud, balki butun mintaqadagi teri sanoatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu yerdagi texnologik jarayonlar jahon standartlariga muvofiq tashkil etilgani, mahalliy mutaxassislar uchun ishlab chiqarishda malaka oshirish imkonini bermoqda. Loyiha amalga oshgandan buyon eksport geografiyasi kengayib, xalqaro hamkorlar soni ortmoqda. Eng muhimi ana shu islohotlar natijasida Angor tumani sanoat salohiyati bilan faqat Surxondaryoda emas, balki mamlakat miqyosida ham e'tirof etilmoqda.
tomonidan ishlab chiqarilayotgan mana bunday tayyor mahsulotlar Osiyo va Yevropa davlatlariga eksport qilinyapti. Yillik eksport qiymati 15 million dollardan oshishi kutilyapti. Ishlab chiqarish va eksport jarayonlari haqida biz korxona rahbaridan so'rab bilmoqchimiz. With which countries have you been signed contracts so far? We just started in the beginning of this year's the production. Biz ishlab chiqarishni joriy yil boshidan yo'lga qo'ydik. Hozirda bir qator davlatlardan buyurtmalar olganmiz. Xususan, Hindiston va Pokistondagi oyoq kiyim ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik korxonalar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladik. Shu bilan birga Xitoy korxonalaridan biri bilan muzokaralar olib bordik va mahsulotlarimizdan namunalar yubordik. Ular bilan yaqin kelajakda samarali hamkorlikni boshlashni rejalashtiryapmiz. We can tell easily to we already signed the contract also for China. Ayni paytda 2025-yildan urfga kirib kelayotgan yangi modellarimiz ham mavjud. Bizning teri va charm mahsulotlarimiz asosan oyoq kiyimi, sumkalar va boshqa turdagi yuqori sifatli qoplamalar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, yaqinda O'zbekistondagi yetakchi avtomobil zavodlari bilan hamkorlik masalasida muzokaralar o'tkazdik. Bu borada shartnoma imzolash niyatidamiz. Hozirda avtomobil shinalari qoplamalari uchun zarur bo'ladigan maxsus kimyoviy moddalarni kutmoqdamiz. And we are waiting the special chemicals. Thank you. Let's go to the factory now. Okay, let's go. Joriy yilning 5 oyi davomida viloyatda sanoat sektori 7,2% ga o'sgan. Shu davrda Surxondaryoda 25 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Shundan 300 ga yaqini ushbu zavodda ishlab chiqarishning birinchi etapida tashkil etildi. Teri yuvish, uni tozalash, bo'yash, quritish va tayyor mahsulotga aylantirish kabi jarayonlar to'liq avtomatlashtirilgan. Zamonaviy press va barabanlar, suyuq moddalar bilan ishlov beruvchi uskunalar nafaqat ish samaradorligini oshiradi, balki atrof muhitga zarar yetkazmaslikni ham kafolatlaydi. Bundan tashqari korxona to'liq quyosh panellari bilan jihozlangan. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarida energiya samaradorlikka erishish imkonini beradi. Main point is in our production, leather production. It should be the standard. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlar sifat jihatdan xalqaro standartlarga to'liq javob berishi lozim. Shu bois korxonadagi barcha uskunalarni Italiya va Turkiyadan olib keldik. Shuningdek, dunyodagi Adidas, Nike kabi mashhur brendlar a'zo bo'lgan Leather World Group assotsiatsiyasi mavjud. Biz allaqachon ushbu tashkilot a'zoligiga qabul qilinganmiz. Rejamizga ko'ra avgust-sentyabr oylarida xalqaro sertifikatni olishni maqsad qilganmiz. Ushbu sertifikat orqali dunyodagi yetakchi brendlar talablariga javob bera olamiz. And then we will be able to answer to all the world's brand requests. Could you say about the future plans? The first plan is get the Leather World Group certificate. And then we have a space. Bosh maqsadimiz Leather World Group sertifikatiga ega bo'lish. Shuningdek, bizga tegishli bo'lgan hududda 7030 kvadrat metrlik bo'sh maydon mavjud. U yerda oyoq kiyim yoki charm sumkalari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Rejalarimiz orasida Prada, Miu Miu, Coach kabi jahon brendlari bilan hamkorlikda ishlab chiqarishni boshlash ham bor. Like Prada, like Miu Miu, like Coach, and then our target is that, and start the production with the partnership with the world's brand. Italiya va Turkiyaning ilg'or texnologiyalari asosida jihozlangan ushbu korxonada nafaqat mahalliy, balki qo'shni davlatlardan keltirilgan xomashyo chuqur qayta ishlanadi va yuqori qiymatli mahsulotga aylanadi. Mahsulot sifati birinchi o'rinda. Shu maqsadda korxona huzurida laboratoriya faoliyat yurityapti. Bu yerda har bir teri namunasi fizik va kimyoviy jihatdan sinovdan o'tkaziladi. Tashqaridagi bir qancha katta barabanlarimiz har biri 1 tonnadan suv jamlaydi o'zida. Ularga 250 tadan teri solinadi. Uni biz sinov tariqasida bu kichik barabanlarga har biriga bittadan, ikkitadan teri solinib, unga rang qo'shiladi va buni muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng u katta barabanda ish jarayoni davom etadi. Agarda biz u katta barabanga bu sinovni o'tkazmay turib ko'p miqdorda terini solib, rang qo'shib bajarsa, xatolik ketguday bo'lsa, anchagina terimiz chiqindiga ketishi mumkin. Yuqorida ta'kidlangandek, korxonada mahsulotning sifatiga jiddiy e'tibor qaratiladi. Barcha jarayonlardan o'tgan tayyor teri xomashyosi buyurtmachilarga yetkazishdan avval ham maxsus sifat nazoratidan o'tkaziladi. Bu laboratoriyamiz finish blok hisoblanadi. Tayyor bo'lgan teri mahsulotimizni
eksport qilishdan oldin uni sinovdan o'tkaziladi. Bu moslamamiz terini tovlanish rangini bildirib beradi. Ikkinchi moslamamiz esa ishqalanganda sifati qanday o'zgarishini bildirib beradi. Bu uchinchi moslamamiz esa egilib bukiluvchanligini, chidash muddatini bildirib beradi. Bu moslamamiz esa terini cho'ziluvchanligini bildirib beradi. Sinovdan o'tgan terilarimiz buyurtmachilarga yetkazib beriladi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur korxona faoliyati tufayli Angor tumanida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 30-35% ga oshgan. Tuman eksport salohiyati esa bir necha million AQSh dollariga tenglashgan. Bu esa tumanni investitsiyalar uchun jozibali hudud sifatida shakllantirmoqda. Keyingi yillarda Angor tumanida farmatsevtika sohasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan 4 yil oldin yangi bir loyiha amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida 10 ga yaqin turdagi dori-darmon mahsulotlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 40 ga yaqin ish o'rni yaratildi. Mana 1 yildan beri mana shu yerda ishlab kelmoqdaman. Menga bu ishlayotgan joyim yoqadi. Ishlayotgan joyimda qizlar hammasi menga yordam berganligi sababli hammasini uddaladim. Oilaviy byudjetimga yaxshi ko'mak berganligi sababli mana shu yerda ishlab kelmoqdaman. Yurtimizdagi tibbiyot va sog'liqni saqlash sohalaridagi ehtiyojlarni inobatga olgan holda Angorda 300 ming AQSh dollari miqdoridagi investitsiya hisobiga barpo etilgan farmatsevtika korxonasida zamonaviy standartlarga to'liq javob beradigan ishlab chiqarish muhiti yaratilgan. Korxona turli xil shifobaxsh va profilaktik yo'nalishdagi dori vositalarini tayyorlashga ixtisoslashgan. Bu yerda yiliga 1 milliard donaga teng farmatsevtik mahsulot ishlab chiqarish quvvati mavjud. Bu ko'rsatkich nafaqat mahalliy bozor, balki mintaqaviy ehtiyojlarni ham qamrab olish imkonini beradi. Korxonamizda 7 xil turdagi mahsulot ishlab chiqaramiz. Shundan 4 xil mazimiz bor, 3 xil tabletkamiz. Viloyatda call centerimiz mavjud. Call centerda 30 dan ziyod ishchimiz bor. Kelgan qo'ng'iroqlar asosida buyurtmalar qabul qilinib, o'shalarning buyurtmasiga asosan biz tabletka mazlar ishlab chiqaramiz va yetkazib beramiz. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlariga, tumanlariga dori-darmonlarni yetkazib beramiz. Qirg'iziston davlatiga ham 10 mingta dori buyurtma qilingani, o'sha dorilarni yetkazib berdik. Kelajakda niyatlarimiz katta. Bu korxonamizni yana ham kengaytirib, bundan ham kuchli dorilarni ishlab chiqarishni mo'ljallab turibmiz. Shu bilan birgalikda eksport hajmini kengaytirib, boshqa davlatlarga ham eksport qilishni mo'ljallab turibmiz. Ishlab chiqarishdagi har bir bosqich xalqaro gigiyena va standartlashtirish talablari asosida tashkil etilgan. Korxonada maxsus nazorat tizimi joriy qilingan bo'lib, har bir mahsulot laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkaziladi. Hududiy iqtisodiy rivojlanish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan muhim sanoat loyihalaridan yana biri tumanning Kattaqum mahallasida amalga oshirildi. Qiymati 500 million so'm bo'lgan ushbu investitsiya loyihasi doirasida yiliga 800 tonna polietilen mahsuloti ishlab chiqarilmoqda va bu hajm ichki bozor ehtiyojini qoplash barobarida eksport salohiyatini ham shakllantirish imkonini beradi. 10 dan ortiq doimiy ish o'rni yaratilgani esa hududda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yerda oldin kichkina sex bo'lib amalga oshirilgan 2 kishidan ish o'rni boshlangan. Hozirda prezidentimizning 306 sonli qaroriga asosan 100 million so'm kredit mablag'i olib, uskuna olib kelgan, kengaytirishni yo'lga qo'ygan. Hozirda bizda oldin 2 kishi ishlagan bo'lsa, hozir bu yerda 10 kishi ish olib boryapti. Ochig'i bugun tumanda yirik loyihalar qatorida kichik korxonalarning ham ish boshlashi avvalo bandlik darajasini yaxshilaydi. Aytish kerak, bugun Angorda qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalar ham talaygina. Ana shunday korxonalardan biri tumanning Talashqon mahallasida yo'lga qo'yildi-yu, hududdagi 10 nafardan ortiq yoshlarning bandligi ta'minlandi. Bu yerda asosan qurilish ishlari uchun muhim bo'lgan sim to'siq hamda yangi xonadonlar uchun vanna ishlab chiqarilmoqda va ushbu mahsulotlar hududlarda faoliyat yuritayotgan qurilish tashkilotlariga yetkazib berilyapti. Vanna seximiz mana boshlanganiga 3 oy bo'ldi. 3 nafar ishchi bilan boshlaganmiz. Ish jarayoni 6 bosqichdan iborat. Kelajakda bu seximizni yana ham kattaroq qilib, yana ishlab chiqarishlar rejamizda bor.
ilm, investitsiya va texnologiya. Bugungi taraqqiyotning 3 ta asosiy ustuni. Ana shu ustunlar uyg'unlashgan joyda taraqqiyot, sifat va samaradorlik paydo bo'ladi. Angor tumanida tashkil etilgan zamonaviy sanoat korxonalari esa bu haqiqatning amaldagi yorqin isbotidir. Bu yerda innovatsiya bilan mehnat, mahalliy imkoniyatlar bilan global bozor talablari muvozanat topgan va eng muhimi inson manfaatlari, fuqarolar turmush darajasini yuksaltirish maqsad qilingan.